Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Dunyo juda notinch. Hozirgi siyosatda dunyo boshqaruvidagi rahbarlar, prezidentlar, yetakchilar juda bir yolg'on informatsiyalar bilan, fake xabarlar bilan, uydirmalar bilan xalqni aldab nayron qilib kelyapti. Mana oddiygina Eronga qarshi shu Amerikani Isroil bilan urushi juda ko'p narsalarga oydinlashtirdi, juda ko'p narsalarni bizga havola qilib berdi. Undan oldin Putin shunaqa ishlarni qilgan edi. Putin qilmagan ishlarini, bosib olmagan joylarni men bosib oldim. Kursk meniki, Lugansk meniki, Zaporojyeni meni odamlarim bor, u yerda bosib oldim degan bir yolg'on xabarlar bilan butun bir xalqni chalg'itib aldab keldi. Endi shu narsani ochiq oydin mana qancha bir qaqshachi zarba yesa ham, boshqa qilsa ham Eron tomonidan o'sha Amerika, Isroil, Amerikaning bazalari o'sha Yaqin Sharqda umuman tugatilyapti. Oxirgi bir nimalarga, hattoki o'sha tugatilmagan taqdirda ham o'sha foydalanish huquqi o'sha davlatning o'zida qolyapti. Masalan, Amerikani Misrdagi bazasi yoki Iordaniyadagi bazasi yoki bo'lmasa o'sha Qatardagi bazasi Amerikaga xizmat qilmaydi endi bundan bu yog'iga. Hozirgi mana shu urushlar, katta bir portlatishlar, boshqalar Eronga bo'lgan zo'ravonlikning oqibatdan Amerika bu narsalarni yutkizdi. Bu narsani baralla ayta olamizki, Amerikani bu yerda hech qanaqangi bir haq huquqi qolmadi. Shu Yaqin Sharq mamlakatlari orasida. Endi bunaqangi yolg'on bilan boshqarilayotgan boshqaruvda doim shunaqangi bir haligi fake xabarlar, noto'g'ri ma'lumotlar haqni chalg'itish uchun shunaqangi narsalar bo'lib turadi. Endi o'zimiz O'zbekiston miqyosida nimalar bo'lyapti? Mana Shavkat Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyatda faqat yolg'on ma'lumot bilan, faqat yolg'on narsalar bilan xalqni aldash bilan ovora. Hozir mana Amerika tang ahvolda o'zi qayerga qochishni bilmayapti. Lekin Mirziyoyevni o'sha yetakchilikdagi o'sha jinoyat to'dalari, qizlari, kuyovlari, Allamjonovlar, o'sha Ortiqxo'jayevlar, Jahongir Ortiqxo'jayevlar Amerikaga borib, Amerikaga O'zbekistonda pulni tikib, investitsiya kirgizib, u yerda qanaqadir bir ishlarni qilishyapti. Endi qanaqadir ishlar emas. Bizning taxminimiz bo'yicha shu musulmon davlatlariga urushni moliyalashtirdimi Mirziyoyev? O'sha Trumpga pul berdi, boshqa bir Izraelga ko'mak berdi, Izraelni o'sha qochganlarni O'zbekistonga qabul qilyapti, yahudlarga malaylik qilyaptimi? Musulmon davlatlariga boshlangan terrorga bu o'zini hissasini qo'shdimi? Endi uni qizlari xuddi shu otasi qilgan ishni davom ettiryapti. Mana endi hozir Amerikada qanchadan beri o'sha ishchi guruhi bilan, savdo palatalari bilan, boshqa bir rahbarlar bilan ular O'zbekistondan o'g'irlagan pullarni olib borib joylashtiryapti. O'sha investitsiya kirgizamiz dedi, uni boshlashdi. Hattoki mana Amerika shu tang ahvolda turgan paytda ham bular Amerikaga borib yolinyapti. Amerikani prezidenti qanaqangi bir o'zini vasallarini bir haqorat qildi. Qanaqangi bir so'zlar bilan bir ifodaladi o'sha Saudiya Arabistonni, Birlashgan Arab Amirligini, boshqa bir nimalarda, hattoki shahzodalar bo'lsa ham o'sha bir qo'pol so'zlarni, ko'rayda turmaydigan gaplar bilan haqorat qildi. Bu siyosiy maydonda, siyosiy bir terminda ishlatib bo'lmaydigan, juda ham bir og'ir shakldagi haqorat deb qaraladi. Demak, o'sha narsalar, o'sha haqorat qilinayotgan narsalar hamma vasallarga tegishli. Demak, bu haqoratda, bu nimada Trumpni bildirayotgan so'zlarida demak O'zbekiston ham bundan xulosa qilish kerak edi. O'zbekiston aksincha bundan xulosa qilmasdan aksincha ularga yon boshyapti, ularga oyog'ini yalayapti, boshqa qilyapti, o'sha aytgan joyini o'pyapti. Demak, mana bu Putin, demak Trump to'g'ri aytayotgan ekan. Agar senlar shu narsani qilmasang, men shunday ahvolga qo'yaman senlar degan, demak to'g'ri ekan shu vassallarni. Mirziyoyev yetakchiligidagi o'sha jinoyatda ham o'sha vassalligini davom ettiryapti. Amerikada katta bir haligi biznesmenlar orqali u yerga investitsiya kirgizyapti. Demak,
otasi moliyalashtirgan o'sha urushni yangi terrorni o'sha Izroil orqali, Amerika orqali Eronga bostirib kirgan bosqinni moliyalashtirgan Mirziyoyev endi 1 milliard, 2 milliard, 5 milliard bergan bo'lsa, endi qolgan 100 milliardga va'da beruvdi. Agar qolgan 100 milliardni bermasa, haqiqatda Tramp aytganini qildiradi. Xohlagan joyini o'ptiradi Mirziyoyevga. Bu aniq narsa. Chunki u shunchaki bir katta minbarlarda aytayaptimi, demak uni nima deydi? Kichkina davralarda pardani ortida uni majbur ham qiladi. O'sha Epstein o'sha nimasiga kerak bo'lsa hozirgi yangi lavhalarni qo'shadi ham Mirziyoyevda o'sha yetakchi jinoyat o'dani. Biz bu narsalarni qiladi ham. Balki qilgandir ham. Shuning uchun ham ular vassallik qilib haligacha o'sha Trampga yolvorib orqasidan yugurib pullarini tikyapti. Demak, o'sha ishchi o'rinlari yaratamiz, investitsiya kirgizamiz degan tadbirkorlar, o'sha ketgan tadbirkorlar Allamjonov yetakchiligida Ortiqxo'jayevlar, demak hozir Mirziyoyev terror urushni boshladi, moliyalashtirdi. Ular demak u yerga borib qurol ishlab chiqaryapti. Biz shunday taxmin qilishimiz mumkin. Demak o'sha ishlab chiqarilayotgan qurolda, boshqada shu O'zbekistonda puli demak rol o'ynayapti. Chunki buni Kongress aytayapti. Amerika Kongressi. Biz o'sha eshitganlarimiz, uqqanlarimiz, nimaga bular qarshilik qilyapti? Amerika Kongressi o'sha Demokratlar partiyasini vakillari, boshqa bir Amerikaning o'sha nufuzli bir insonlari nimaga qarshilik qilyapti urushga? Urushga qarshilik qilyaptiki, biz mablag' ajratmadik. Bu mablag'ni qayerdan oldi deyapti. Demak, o'sha qayerdan olayotgani mana aniq. Shu Markaziy Osiyo davlatlaridan, mana O'zbekistondan Mirziyoyevni o'sha orqasidan borgan qizlari, kuyovlari, o'sha Allamjonovlar, Ortiqxo'jayevlar demak o'sha qurol ishlab chiqaradigan zavodlarga mablag'larni berib, qurollar ishlab chiqaryapti. Demak, ular urushni bir jinoyat yashirish uchun ikkinchi jinoyatni boshlaydi deyapmiz-ku. Mana Mirziyoyev O'zbekistondan o'g'irlagan pullarni pullarni yashirish uchun boshqa bir jinoyatga majbur bo'lyapti. Chunki oddiy bankka qo'yib bo'lmaydi, oddiy bir narsaga bir nima qilib bo'lmaydi yoki haligi uy-joy, katta bir mulk sotib olishga u yerda Amerikada qo'ymaydi unaqa narsalarga. Dubaylardan, boshqa davlatlardan, kichkina davlatlardan qilishi mumkin. Lekin Amerikada faqat shu ishlab chiqarishga yoki bo'lmasa shu qurol poygasiga mablag'ini tiksagina uni saqlab qolishi mumkin. Xuddi shunaqangi va'dani qilgan. Demak, Mirziyoyev ham hozir yangi lavhalarda, yangi bir nimalarda o'sha Epsteinni davom etayotgan fayllarda ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, Mirziyoyev o'zini boshini bilan borib o'shaga suqildi. Demak, O'zbekistondan o'g'irlagan pullarni qizlari, kuyovlari, o'sha Allamjonovlar, Ortiqxo'jayevlar olib borib, demak, qurol ishlab chiqaryapti. Demak, O'zbekistonning mablag'i, pullari Hindiston, Xitoydan olingan qarzlar Ukrainani bostirishga ketgan edi ma'lum miqdorda. Endi hozir tillarni qazib olingan pullar, o'sha boyliklardan tushgan pullar, mablag'lar, budjet pullari demak, hozir ikkinchi bir yangi terror urushini moliyalashtiryapti. Demak, Mirziyoyev hamma tomonda urushni qilyapti. O'zbekiston ichida o'sha xalqni bir-biriga qayrab, blogerlarni so'z erkinligidan foydalangan, o'sha ochiqlik deb haligi bir nima qilingan foydalangan jurnalistlar, blogerlarni qamash bilan, xalqni qaqshatish bilan, jarimalarga tortish bilan demak, O'zbekiston ichida ham urushni qilyapti. O'zbekiston ichida xalq tinch, osoyishta yashayotgani yo'q. Katta bir jarimalarni qo'llayapti. Qanaqangi bir narsalar bo'lsa o'ylab topyapti. Hozir mana soliq stavkalarini oshirish, har bir jismoniy harakatda bo'lganki jismoniy shaxsdan soliq undirish katta bir anaqasida yo'lga qo'yildi. Chunki budjetda taqchillik bor. O'zbekistonda mablag' juda katta bir mablag' o'sha chet davlatlarga chiqib ketdi. Buni Mirziyoyev amallab olib chiqib ketdi. Endi demak, ichkarida yetishmovchilik bor. Yo ular qochadi yoki urushni boshlaydi. Xalqqa nisbatan demak juda qattiq qaqshatqich urushlarni boshlashi mumkin. Xalqni bundan battar qilishi mumkin. Endi bu Mirziyoyev to'xtamaydi. Putin qanday qilib taxtga kelgandan keyin nima qildi? Mana men tinchlikni barqarorlikni butun dunyoga ta'minlayman degan Tramp pedofil, o'sha Mirziyoyevning yaqin do'sti nima qildi? Kelgandan beri urush bilan butun davlatni, yon-verdagi Latin Amerikasi davlatlarini bosib olish bilan tahdid qilyapti. Kelganda Kanadani
51-shtat qilaman dedi. Meksikani Amerikani nimasiga qo'shaman dedi. Ular qo'shilmadi. Endi hozir o'sha biz endi chiroyliroq qilib gapiryapmiz. Oyog'imni yoki boshqa joyimni o'ptiraman degan o'sha vassallariga undan battar bir qiyin ahvolga qoldirishi mumkinki, Mirziyoyev ham bor, o'sha arab davlatlari bor. Demak bular Trampni aytganini qilyapti. Chunki bular o'sha Epstein fayllarida balki ko'rinayotgandir, balki o'shalarga bir shantajlarga tushib qolgandir. Demak, o'zbek xalqini boshqaruvi tang ahvolda. Xalq emas. Xalq tang ahvolda emas. Xalq kunni ko'ryapti. Lekin boshqaruv o'sha o'g'irlagan, pul o'g'irlagan, jonni saqlash uchun ketgan Mirziyoyevni o'sha aytyapmiz, Allamjonov, Ortiqxo'jayev yetakchiligidagi boshchiligidagi o'sha tadbirkorlar, pul tikayotganlar, vazirlar. Demak, bular hozir tang ahvolda. Chunki hamma tomonlama bular shantajga tushdi. Biz xuddi shunday xulosa qilishimiz mumkin. Tashqarida bo'layotgan ishlardan, mana Dubaylarda qanchasini uyi yondi, uyi kuydi. Voydod dedi, qochdi. Endi Amerikadan shunaqa bo'lyapti. Hattoki Amerikaning urushiga, o'sha Eronga qarshi urushiga, Izroilga yon bosishiga Yevropa davlatlarini oqil siyosat yurgizadigan davlatlar qo'shilmadi. Ispaniya qo'shilmadi. Birinchi bo'lib Ispaniya maydonga chiqdi. Men yerimni bermayman, havo yo'llaridan foydalanishga ruxsat bermayman. Urush mening urushim emas. Men bu urushda o'zimni xalqimni yoshlig'ini ko'rishni xohlamayman dedi Ispaniyaning prezidenti. Fransiya unga qo'shildi, Germaniya qo'shildi. Butun Yevropa davlatlari, boshqa davlatlardagi hattoki o'zlariga o'sha Amerikaga har tomonlama hamkor NATO bir nimasida blogida hamkor bo'lgan tashkilot davlatlar bosh tortdi. O'sha yovuz qanchadan beri shu necha yillardan beri dunyoni larzaga solib kelayotgan Amerikani bu galgi o'yinlariga ular qo'shilmadi. Ular o'zlarining so'zlarini aytib, tinchlikni biz haqiqiy tinchlikni xohlaymiz deb norozilik bildirdi. Lekin vassallar o'sha oyog'imni o'pasan, kerak bo'lsa falon joyimni o'pasan deyotgan, o'ptirayotgan o'sha vassallar bu narsalarga qo'shildi. Mirziyoyev ham Markaziy Osiyo barcha o'sha 5 ta davlatini rahbarlari bo'lsa kerak, o'sha arab davlatlarining hamma rahbarlari. Demak, o'sha Trampning qo'llashda davom etyapti. Tramp hali urushni to'xtataman deb Eron bilan shartnomalarni imzolashga harakat qilyapti, lekin Izrael to'xtatmayapti. Bu vassallar ularning orqasidan yurib pulni tikyapti. Pulni beryapti, mablag'ni kirgizyapti. Demak, urush to'xtamayapti. Mablag' o'zbek xalqining peshona teriga yaratilgan mablag'lar urushda Amerikani orqali shu bir musulmon davlati, Eron davlatini yurtini bosishga, yurtini xonavayron qilishga, bir musulmonni burnini qonatishga sarflayapti. Demak, o'zbek xalqini, o'zbek musulmon davlatining puli boshqa bir musulmon davlatini uyini kuydirishga harakat qilyapti. Shunga sarflanyapti. Buni Mirziyoyev qilyapti. Buni Mirziyoyev hali qachonki dunyo hamjamiyati, o'sha Yevropa ittifoqi davlatlari, boshqa o'sha urushga qo'shilmaganlar bu urushni salbiy ofatlarga olib kelishini bilganlar, hattoki bularni keyinchalik sudga berishlari mumkin. Xalqaro sudlarda o'sha Tramp bilan birgalikda Mirziyoyevlar ham javob berish kerak. Mirziyoyev o'sha agar To'qayev qo'shilgan bo'lsa, To'qayev ham javob berish kerak. Bu narsalarga o'sha kimki vassallik qilayotgan bo'lsa, bu vassallar albatta javob berish kerak. Dunyo hozir shunaqangi bir tang ahvolda. Men juda bir shoshilish, juda bir haligi bir nima bilan hayajon bilan gapiryapman, chunki qarang mana Amerika qanaqa ahvolda hozir. O'zini haligi orqaga qaraydigan ahvolda emas, lekin 1,5 oy bo'ldi, 2 oy bo'ldi Mirziyoyevning qizlari, Saida, o'sha boshqalar o'sha Amerikada yurishdi. Mablag'ni joylashtirish yoki o'sha bir narsalarni qilish. O'zlarini o'sha qanaqadir o'g'irlagan pullarni o'sha urushlarga tikish bilan ovora. Bu hali savdo, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik hech qachon bu haligi bir nima emas. Bu 5-darajalik, chunki xalq manfaatiga xalq iste'molda ishlatiladigan tovarlarni bular ishlab chiqarib foyda qilmaydi.
Bitta shu telefon, masalan iPhone telefon ishlab chiqarsa Amerika kattaroq mablag' qilishi mumkin. Qolgan narsa hammasi eng katta bir pul bo'ladigan narsa bu qurol ishlab chiqarish. Qurolga sarflash, urushlarga tikish. Bu urushlar, qurol ishlab chiqarish juda katta bir biznes turadi. Mana endi hozir O'zbekistondan o'g'irlangan pullar juda katta bir urushlarda 3-jahon urushini vayronagarchilikni boshlashga sarflanyapti. Biz bundan ogoh qilishimiz kerak xalqimizni. Bundan bir ertaga mana shu Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyat to'dani agar dunyo hamjamiyati Trump bilan o'sha Yahud sionist yetakchisi Netanyahu bilan birgalikda bularni ham xalqaro sudlarda ko'rishimiz kerak. Xalqaro sudlarga tortishimiz kerak. Biz ham talab qilishimiz kerak. Biz shu hozir planlashtiryapmiz, rejalashtiryapmiz yaqin kunlarda o'sha 3-4 kishi bo'lsa ham siyosiy faollar Yevropa davlatlarida shu bir nimada norozilik namoyishlarini o'tkazamiz. Norozilik namoyishlariga havasmand bo'lganlar, o'zi bizni qo'llab-quvvatlaydiganlar, bizim yonimizda turadiganlar, mana biz telefonda e'lon qilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilamiz. Kelinglar, qo'shilinglar. Biz xalqimizni, vatanimizni yovuz kuchlardan, terror, qonxo'r, bola o'g'risi, pedofillardan saqlab qolishimiz kerak. Bular hammasi Mirziyoyev yetakchi jinoyatda o'sha pedofillarni bir qo'llab-quvvatlaydigan, yahudlarga malaylik qiladigan, Putin parast, Kreml parast, o'risqul. Demak, bular xalqning hech qachon manfaatini o'ylamaydi. Xalqdan o'g'irlangan pullarini endi urushga tikishyapti. Biz bu urushlarni bo'lmasligini, biron boshqa bir davlatni bosib olishga bizni O'zbekistonda xalqini mablag'ini sarflamasligini xohlaymiz. Biz shuni ochiq oydin aytib chiqamiz. Bunga isbot dalillarimiz yetarli bo'ladi. O'sha dunyo hamjamiyati agar shu urush oqibatlari, salbiy oqibatlari nimaga olib kelishini o'rganadigan institutlar, katta bir dunyo tashkilotlar agar buni boshlaydigan bo'lsa, biz o'sha yerda norozilik namoyishlari o'tkazib, faktlar bilan isbotlab bularga qo'shilamiz. O'zbekistondagi o'sha boshqaruvni Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyat to'dani albatta xalqaro sudlarda tortib, xalqaro sudlarda muhokama qilishini talab qilamiz. Endi hozir xalqning harakati bilan O'zbekistonda kundan kunga jipslashib, Xaloskor xalq partiyasi tuzilish arafasida. Hozir mana bugun ham o'qidim, kecha ham bir nima bo'ldi. Xalq O'zbekistonda xalq junbushga keldi. Shu darajada, hattoki oldin militsiyalardan qo'rqardi. Hozir militsiyalar yoqasidan olyapti. Demak, xalq paymonasi to'lib bo'ldi. Kecha bitta militsiyani urgan bo'lsa, ertaga 3tasini uradi. 3 kundan keyin prezident o'sha qarorgohiga qarab yurish qiladi. Yovuz kuchlardan, atrofdagi bir nimalardan foydalanib shunaqangi bir katta bir narsalarni qilishi mumkin. Buni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Biz xalqni shu joyda siyosiy partiyalar bilan, siyosiy ongini oshirish bilan siyosiy partiyalarga birlashtirishimiz kerak. Siyosiy partiyalarga muxolifat partiyalarni tuzishga kirishimiz kerak. Shunaqangi begunohdan begunoh odamlarning qoni to'kilishini xohlamaymiz. Bular hozir shuni xohlaydiki, Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyatda. Agar xalq norozi bo'lib ko'chaga chiqsa, qon to'kish kerak, otib tashlash kerak, qirib tashlash kerak. Shuni o'ylab turibdi. Chunki hech qanaqangi bir tashqarida qaraydigan, xalqni himoya qiladigan dunyo bir nimasida bir shunaqangi bir nufuzli idora qolmadi. Inson huquqlari idoralari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, boshqa bir Yevropa ittifoqining bir nimasi. Bular hammasi hozir mum tishlab ko'z yumib o'tirib. Chunki dunyo alg'ov-dalg'ov urushlar bilan 2-3 davlat bitta davlatga qarshi urushyapti. Qolganlari qarshilik qilganlar qattiq qarshilik qilib bu urush to'xtat deyapti, lekin unga vassal o'sha yana musulmon davlatga qarshi urushsa ham musulmon davlatlari pul tikib gijgijlab o'sha Eronga qarshi katta bir talafotlarni keltirishini talab qilyapti. Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyat to'da ham agar kerak bo'ladigan bo'lsa Markaziy Osiyoning barcha rahbarlari, arab davlatlari musulmonni qonun to'kishni xohlayapti. Chunki bular o'sha yahud malaylari. Chunki bular o'sha sionistik oqimlarda, sionistik yurishlarda shunaqangi bir xunrezliklarni qo'llab-quvvatlab kelgan, moliyalashtirib kelgan, pinhona bo'lsa ham pul berib kelgan. Endi hozir ochiq oydin beryapti. Ochiq oydin olib borib beryapti.
Aytyapmiz-ku, samolyotlarda borib kuyovlari, qizlari mirzayapti. O'sha yerda pul tikyapti. Qurol ishlab chiqaryapti Ortiqxo'jayevlar. Dronlar ishlab chiqaryapti. O'shalarda dron ishlab chiqaradigan katta bir harbiy bazalarga mablag'lar berilyapti. Biz shundan xalqimizni ogoh qilishimiz kerak. Biz xalqimizni ogoh qilib, o'zimiz yo'limizda hech kim bizga yordam bermaydi. Xaloskor xalq demokratik partiyasini tuzishga kirishimiz kerak. Biz Mirziyoyev yetakchilik jinoyatida nima qilsa qilsin. Biz partiyani tuzishga tinch yo'l bilan konstitutsion huquqimizdan foydalangan holda 3-marta Xaloskor xalq partiyasini tuzishga harakat qilamiz. Xaloskor xalq partiyasini qo'llab-quvvatlang. Xalq birlashing, ko'zingizni oching. Bu jinoyatda qochish bilan, bizni pullarimizni o'g'irlab ketib boshqa joylarda urush ochish bilan, shunaqangi bir qurrezliklar bilan shug'ullanyapti. Chunki aytyapmiz-ku, bir jinoyatni yashirish uchun jinoyatchi albatta ikkinchi jinoyatga qo'l uradi. Bu mening gapim emas. Bu hayotiy tajriba. Shuning uchun aziz vatandoshlar, siyosiy partiyalarni e'lon qilinayotgan ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarini, Xidinazar Alloqulovni, boshqa bir siyosiy faollarni, siyosiy partiyalarga chaqirg'ilar bo'ladigan bo'lsa, albatta qo'llab-quvvatlang. Like bosib, bizni qo'llab turing. Biz albatta xalqimizni bu xunrezliklardan, bu badbaxtlardan, bu yakunsiyanistlarning malalarini albatta jinoiy sudlarga tortib, xalqaro sudlarda muhokama qilishgacha boramiz. E'tiborlar uchun rahmat. Taninglar sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin.